Beremiz qanaqa o'tdi bu? Shamollamadingiz. O'zi sig'dingizmi kesirib? Sindigimiz tushibdi. Terimiz toza, hamma joy tornichoklarimiz yaxshi. Quloqchalarimiz yaxshi. Bugun rovna necha kunlik dedingiz? Tak, ichimiz yaxshi keladimi? Uch mahal. Rangi qanaqa? Tak, 30. Kiyimsiz yoqtirmaydimi? Tak, bilirubinimiz 241. Gipoksiya bo'lsa, chunki gipoksiya bo'lsa bolada u ko'proq nafas olish uchun shu qorningizda sizdan ko'proq gemoglobin oladi-da, fetalni o'sha gemoglobin keyin parchalab chiqarib olish kerak tug'ilgandan keyin. O'shani chiqaraman deb o'sha uchun ko'proq bo'ladi biroz bilirubin, o'sha uchun mana bu sarg'ayadi bola. Обычно bola nechinchi kuni mana sarg'aydi. Ikkinchi, uchinchi kun bo'lsa yaxshi. U patologический boshqa sariqlik bo'ladi, ular birinchi kundan sarg'ayadi, u yaxshi emas. Fototerapiyaga yotqizamiz, mashq holatda yotadi, noski kiyamiz, qo'lidagini qoldiramiz, shu ko'ziga ochki обязательно yopamiz. Buncha qalin bu qiz kilo 250. Yo'q bo'ling, yo'q bo'ling. Uchun ochkisi bor-da, spesial ochkisi bor. Qancha ko'p qo'ysangiz shuncha yaxshi.